Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling ukajonim. Nima xizmat? Aka, lug'at bormi, lug'at? Lug'at bor. Hamma lug'at bor. 80 dan ziyod lug'at bor. Qanaqa lug'at desangiz? Uylanmoqchiman. O'rganmoqchiman, xotin tilini o'rganmoqchiman. Menga lug'at kerak. Odam tilidan xotin tiliga o'rganadigan lug'at. Hazillashyapsiz? Yo'q aka. Nima hazillashaman? Menga hamma aytadi, xotindan tushunib bo'lmaydi, xotindan tushunib bo'lmaydi deb. O'shanga men lug'at olmoqchiman-da hayotimiz. Ukajonim, yosh ekansiz, sal o'zingizni bosib oling. Xotin tilini o'rganaman deb olimlar juda ham harakat qilishgan. Yoshlari yetmagan, umrlari vafo qilmagan, oxirigacha o'rganish olmagan. Ikkita olim oxiriga yaqinlashgan, endi o'rganib bo'ladigan paytda xotinlar tilini o'zgartirgan. Bu bo'lmaydigan. Masalan, nima qilsizda ukajonim? Nima iloji yo'qmi buni, ha? Hech iloji yo'q. O'rgandim zohir va botin tilini. O'rus va ingliz lotin tilini. Lekin o'rgana olmay qarib boryapman yonimda sayragan xotin tilini. Bo'lmaydi.